Alaykum obunachilarim. Qandaysizlar? 104 ta bo'ldik. Hammangizlarga rahmat. Bugun DLC 26 kutilgan ikkinchi qismini olamiz. Qani ketdik. Ketdik yana. Narsalarni olamiz. O'tgan videoda Gyökeres futbolchimiz qizil oldi. Shunga bugun uni o'rniga qaysi futbolchini qo'yishimiz kerak. Nagadalarni olamiz. Aytgancha videodan keyin men o'ynadim. Gyökeres va Snaydi bo'lgan qizildan birinchi o'yinimizga ketdi. Yangi yulduzli o'yinchilarni olishimiz kerak, pul yig'ib. Ko'ramiz bu tarkib bilan qanchalik uzoqqa bora olar ekanmiz. Qani hujumni boshladik. Uchimiz kerak. Gyökeres. Zapata. Sağ oldu. Burchak zarbasi. Vay! Ko'zingga tegdi. Bu tarafdan gol olamiz. Pasdan berib yubordim. Ay, sağ oldu. Yana gol. Tifo yaptı da bular. Zapata. Gol 1-0. Mana bu dahshat bo'ldi. 104 obunachi sharafiga chiroyli gol. Ko'rdinglarmi? Bu futbolchilarimiz hali bizni ko'p xursand qiladi. Abnerni oldik aytgancha. Shu futbolchini oldik. Gyökeres. Gyökeres. Voy, ishtanga tegdi. Omad kelmayapti chatta bugun. Olish kerak koptokda Duvan. Hujum ketdi, hujum. Yaxshi qildi. 2-0 gol. 2-0. Yana bir bor 104 ta bo'lganimiz uchun katta rahmat. Obuna bo'ldim, obuna bo'ldinglar. Juda ham rahmat sizlarga. Minnatdorman. 3-0 dubl. Endi bu yo'lni o'tkazib yuboraman. Shu bilan yakuniy hisobda, chunki 3-0 ga past yutyapmiz. O'zi Interga qolmadi. 4-0. Burchak zarbasi olib ketdik. Raqib juda kuchli, himoyada juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bolalar qo'llab-quvvatlanglar. Gyökeres birga bir vaziyat. Shtanga. Birinchi o'yinimiz 4-0 hisobida yakunlandi. G'alabaga erishdik. Mana o'yinlardan birisi tangaga yig'ib oldik. Endi tarkibni kuchaytirish vaqti keldi. Menimcha bizga tezroq qanot himoyachisi kerak. Nima deysizlar? Kimni olaylik? Men yana Abnerni ham oldim. Shunga pulim ozgina kamroq. Do'stlar, ikkinchi qism mana shunday o'tdi. 104 ta bo'lganimiz uchun yana bir bor rahmat. Agar ushbu video ostida masalan 20 ta like yig'sak, darhol ikkinchi qismni chiqaramiz va eng qimmat o'yinchini sotib olamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Oldinda hali dahshatli o'yinlar bor. Sog' salomat bo'linglar. Kommentariyada yozinglar, qaysi futbolchini olaylik yoki keyingi o'yin FIFA haqida bo'lsinmi? Sizlarning fikrlaring men uchun muhim. Hammaga xayr.